Alloh taolo otni xatti-harakatlariga qasam ichib aytadiki, pishqirib yugurgan otga va tuyoqlaridan chaqmoqlar chiqib yugurgan otga, erta tongdan hamma yoq chang-to'zon qilib choptirib chiqib ketgan va olomonni ichiga ko'kragini yorib kirgan otga qasamki, inson Robbisiga noshukur. Bir savol tug'iladi. Nimaga Alloh taolo ot xatti-harakatlariga qasam ichib insonni keyin noshukur deyapti? Ot nima uchun bunchalar o'zini o'qqa-cho'qqa uryapti? O'zini o'limga olib kiryapti. Chunki urushda bilsanglar, olomonni ichiga ko'kragini birinchi ot yorib kiradi. O'lim degani ya'ni bu. Nimaga bunchalar o'zini o'limgacha olib kiryapti ot? Chunki unga egasi, ustida o'tirgan egasi buyurdi. Nimaga egasini aytganini qilish kerak bu? Chunki egasi uni boqadi, somon beradi unga. Bor yo'g'i shumi? Shu bergan yemini, bu shukrini ado qilish